kerak, ko'proq qiyinchiliklar haqida gaplashaylik. Hamma startapperlar puli bor, maqtanib ketadi-da. Eng og'riqli nuqtamiz haligacha ginekologga borishi juda ham katta uyat deb qabul qilishi jamiyatimizda. Uyalasizmi ginekologga borishdan? Odam har doim ultra pozitiv bo'lmaydi, to'g'risini aytaylik. Ertalab tursangiz, prosta o'lgisi kelib turgan kunlar ham bo'ladi. Yigitlar bosimda bo'ladi. Sen tezroq pul topishing kerak. 17 yoshimda birinchi ish faoliyatimni kompaniyada boshlaganman. Bo'ladigan bola boshidan-da mana. Boshlang'ich startapper yigit qo'linglarni so'rasa, nima deb javob bergan bo'lardinglar? O'qimishligiga, ziyoliligiga mos-monand yigit bo'lmasa, oldida bu yana ham kattaroq xavf tug'dirishi mumkin. Startapper er-xotinlar red flag hisoblanadi. Bitta yig'lab bersa ham ishlar bitib ketadi. Yaxshi oylikdan kechib, mana haqiqiy startapper qizlar qanaqa bo'ladi? Даже oylik yo'q edi boshida. O'g'il bolalarga yarashadigan ish, qiyin Mana shu joyga ish keldik, deb mana. qarshilik qilishgan. Hop, bu joyini kesamiz. Aytaman. Assalomu alaykum. Unicorn Tech loyihasining podkastining bugungi soni mehmonlari Azizaxon va Maftuna bo'ladilar. Ularni tanishtirishga so'zni o'zlariga beraman. Aziza, marhamat, o'zingizni tanishtiring. Assalomu alaykum. Kattakon rahmat. Avvalo chaqirganingiz uchun. Mening ismim Aziza. Startup olamida avvalo Aisha AI startapida project manager bo'lib faoliyatimni boshlaganman va undan keyin Maytab EdTech sohasidagi startapda product manager bo'lib faoliyatimni yuritib kelmoqdaman va undan tashqari Startup Garage Women ayol qiz startapperlarni qo'llab-quvvatlaydigan hamjamiyatni nimasiman, asoschisi, founderiman. Zo'r. Maftuna? Assalomu alaykum. Rahmat Layla opa taklif uchun. Meni juda ham ko'pchilik aytishnik sifatida o'sib kelganimda tanishadi. 4 yil davomida dasturchi sifatida juda ham ko'plab tanlovlarda qatnashib, ko'p networking orttirganman. Ko'pchilik o'sha sobiq dasturchi sifatida bilishadi. Oxirgi yillarda startap olamiga kirib kelganman men ham. Femi nomli startapim bilan hozir birgalikda o'sib tanilib boryapmiz va o'sha soham bo'yicha o'zim savdo bo'limi boshqaruvchisiman. Biznes sohasida, o'sha savdo sohasida faoliyat olib boraman. Juda zo'r. Tanishganimdan xursandman deya olmayman, chunki bugun o'sha Maftuna bilan biz co-founder biz Femi loyihasida 1 yildan oshiq tanishmiz va hozir Femi loyihasi President Tech Award'ga o'tdi. Nechta startap ichiga o'tdi? Har bitta yo'nalishda 10 tadan jami 50 ta, ikkita istisno bilan 52 ta startap tanlangan. 52 ta startap ichida Femi loyihasi ham o'tdi. Kuzatib boringlar yangiliklarni. Yana yaqinda olingan o'sha yaxshi natijalardan bittasi qaysi tanlovda? Clash of Startups o'tkazilgan edi. Shu Activity bilan IT Park hamkorlikda. Shunda 3-o'rinni qo'lga kiritdik Femi loyihamiz bilan. Azizani Aisha startapidan taniyman. Avvaldan o'sha startapda ishlayotganlardan bilardim. Aziza, qanday qilib startap sohasiga kelib qoldingiz? Aisha haqida gapiramizmi? Nima haqida gaplashamiz bugun? Keling o'zi umuman olganda qanaqa qilib o'zi startap dunyosiga kirib qoldim, shu haqida gaplashamiz. O'zi aslida Westminster xalqaro universitetida iqtisodiyot yo'nalishida o'qiganman. Bakalavrni, magistraturani yana iqtisodiyot yo'nalishida Diplomatiya universitetida o'qiganman. Aynan shu magistratura qilayotgan paytimda IT sohasiga qiziqib, qo'shimcha ravishda Java backend dasturlashtirishni o'rganishni boshlaganman. Dasturchi qizlar. Shu bilan juda ham qiziq sohaligini bilib, yana ham chuqurroq o'rganib, lekin bir narsani bildimki, men o'zim shaxsiyatim ekstrovert, shu odamlar bilan ko'proq muloqot qilib, odamlar bilan ishlashni yaxshi ko'rganligim uchun
aynan IT sohasida juda ham yo'nalishlar ko'p. Qaysi biri menga ko'proq to'g'ri kelar ekan deb ustozlarim bilan maslahatlashib, project management sohasini ko'rgan, juda ham senga mos keladi deyishgan va aynan shu project management yo'nalishida avvalo outsource kompaniyada stajirovkada boshladim. UDEVS kompaniyasini ULAB nomli stajirovka nimasi bor edi, dasturi bor edi. Unda stajirovkadan boshlab, keyin uni bitirganimdan keyin oldimda turli xil yo'llar bor edi. Turli xil IT outsource kompaniyalarida project manager bo'lib ishlash, ularni o'rtasida shu Aisha AI startupi aynan sun'iy intellektga asoslangan voice tech yo'nalishidagi startup bo'lganligi uchun meni ko'proq qiziqishimni orttirgan. To'g'risini aytsam, shu paytda o'zi 4 ta oldimda variant bor edi. Birdaniga katta oylikni taklif bergan kompaniyalar ham bor edi. Endi stajirovkani bitirib chiqqanimga qaramasdan, lekin Aisha AI startupi menga srazu sizga mana shuncha pul beramiz, unaqa narsalar aytmagan. Lekin shu qarorimni aynan Aisha AIni tanlaganman, chunki bilaman, men kelajakda o'z kompaniyam bo'ladi, o'z kompaniyamga asos solaman, o'z startapimga asos solaman. Men bilardim, kelajagimni sun'iy intellekt bilan bog'lamoqchiman. Shu tajribani orttirish uchun aynan shu Aisha AI startapini tanlaganman. Ya'ni oylik kam bo'lsa ham shu Oylik kam, startapni tanladingiz. Даже oylik yo'q edi boshida. Yaxshi oylikdan kechib, mana Yaxshi oylikdan haqiqiy startapper qizlar qanaqa bo'ladi? Shunaqa. Yaxshi oylikdan kechib shu yo'lni tanlaganman. Bizda o'zi suhbat Elzodxon bilan bo'lgan. Elzodxonni bizni shu startup communityimizda ham ko'pchilik biladi. Elzodxonni ham chaqirsak bo'lar ekan, o'tiribman. Chaqiramiz, xudo xohlasa. Ular bilan suhbat olib borganmiz. Menga o'zi Elzodxonni o'zi spirit yoqqan. Shu founder spirit bor ularda. Ya'ni founder nima deyiladi? Asoschi Asoschi ruhi. ruhiyati. Qanaqa nimasida sezgansiz? Doimiy o'z ustida ishlab boruvchi, yosh bo'lishiga qaramasdan o'z ustida qattiq ishlab, harakat qilib, katta maqsad qo'yish va kichkina maqsadlarga qoniqib qolmasdan shu dunyo bo'yicha global qanaqa trendlar bor, qayoqqa qarab ketyapti, shu katta maqsadni qo'yib, qiyin bo'lsa-da shu qiyin yo'ldan bosib o'tayotganligini ko'rganman Izzatxonda va ular bilan birgalikda shu Aishani rivojlantiramiz deb shu qo'shilganmiz. Necha yil davomida ishladingiz bu startapda? Aisha AIda 1 yilga yaqin ishladik. Ana hozir Aziza ekstravertman deb ketdingiz. Haqiqatda qayerga startap sohasida qanaqadir eventga borsam, tadbirga borsam Azizadan ko'rib qolardim. Keyin ayol qizlarni chaqirish fikri birinchi kelganda hayolimga Aziza keldi. Rostdan ham ekstravertligingiz uchun communication o'sha yo'lga qo'yish, salom ali jihatdan Azizaga yetadigan yo'q. Rahmat. Rahmat. Hozir mana ko'ryapman, Aishada ham borsiz, unda ham project managersiz. Startup garajiga qanday borib qoldingiz? Ana endi mana shu o'zi Aisha AIda faoliyatimizda to'g'risini aytaman, juda hissiyot tomonidan pikka chiqishlar, pastga tushishlar juda ham ko'p bo'lgan. U yerda mayli men oddiy project manager bo'lgan bo'lsam-da, uni xuddi o'zimni founderdek his qilardim. O'zimni loyiham, bu agar rivojlansa, meni loyiham rivojlanadi deb o'zim jonimni berib ishlaganman. Loyalness bo'lgan ekan-da, haqiqiy. Shunaqa. Va hammamiz bilamiz, startaperlarga oson emas. O'ziga yarasha juda ham qiyinchiliklari bor. Xudo xohlasa hozir qiyinchiliklari haqida ham gapirib bersak kerak. Keling, ko'proq qiyinchiliklar haqida gaplashaylik. Hamma startaperlar puli bor, maqtanib ketadi-da. Bunda olib qarasa qiyinchiliklar haqida ham gapirgan yaxshi. Shunaqa. Qiyinchiliklarni nima qilamiz? Bir boshdan aytaveringmi yoki hozir davom etavering, keyin qiyinchiliklarga o'tamiz. Xalashib olamiz bir. SG Women'ni bir ochib olishimiz kerak-da. Shu o'zi erkak kishilarga startaper bo'lish o'zi qiyin. Ruhiy tomondan ham juda ham qiyin. Ayol kishiniki uni
yanada o'zgacha qiyinchiligi bor. O'ziga yarasha past balandlari bor ayol startaper bo'lsangiz. Va buni har doim hamjamiyat bo'lsagina bir-birini qo'llab-quvvatlovi bilan, bir-biridan ruhiy yordam olib yengib o'tish osonroq bo'ladi deb shu startup garaj asoschisi Muhammad Halil akani oldilariga taklif bilan borganman. Keling shu ayol qizlarimizga bir community ochsak, ular u communityda birlashsa, meetuplar qilishsa, bir-birini qanaqa qilib startup boshlaydi, qanaqa qilib rivojlantirsa bo'ladi, bir-biridan ruhlansa va o'zbek qizlarida iymanish, ibo degan nima bor. Bu juda ham go'zal. O'zbek qizlari aslida shunisi bilan go'zal. Ammo lekin biroq startaper qizlar qayerda jur'atliroq bo'lishi kerak, qayerda kerak bo'lsa shu misol uchun battlelarga chiqib o'zini ko'rsata olishi kerak, to'g'rimi? Investitsiya ko'tarish uchun qancha kurash bo'ladi, qancha communication qilinishi kerak. Shu joyda keling shu qo'rquvi bor startaper qizlarga yordam bo'lib ko'prik vazifasini bajaramiz shu SG Women orqali va ularni agar ular iymanib, uyalib kerakli tashkilotlar, kerakli VC fondlarga chiqa olishmayotgan bo'lsa, biz shularga yordam beramiz degan maqsadda ochilgan va sekin harakatdamiz, rivojlantiryapmiz. Juda ham zo'r. Maqsad juda ham zo'r bo'lgan ekan. Hozir mana iymanish deganinglarda Maftuna bilan qanday qilib Clash of Startupsga tayyorlanganimiz esimga tushib ketdi. Maftuna ham o'zi tegidan iymanadigan qanaqa juda ham introvert qiz. Ular bilan o'sha ishxonaga kelib, o'tirib pitch qiladilar, yo'q bo'lmaydi, yana boshqatdan qilamiz. Oxir oqibat yaxshi pitch qildilar. Mana o'sha natijasida 3-o'rinni oldilar. O'zingiz aytib bering, Maftuna qanaqa qilib shu hissiyotlaringizni yengib chiqdingiz? Pitch haqida gaplashaylikmi yoki bir boshdan? Umuman o'zingiz startup qilishga. Asosim o'tmishga, bundoq yaqin o'tmishga nazar soladigan bo'lsak. O'zingiz necha yoshsiz 60 haqida gaplashayotgan? O'sha ex-developermanda 13 yoshimda qiziqib qolganman. 13 yoshlarda o'rganib, 17 yoshimda birinchi ish faoliyatimni kompaniyada boshlaganman dasturchi sifatida. Bo'ladigan bola boshidanda mana. Shunaqa universitetni bitirgunimcha, universitetni bitirgandan keyin ham ozgina vaqt dasturchilik qilib, keyinchalik qiziqishlarimga qarab ozgina sohani o'zgartirishga harakat boshlangan. O'zi bakalavrimni Bachelor of Business Administration, menda biznes boshqaruvda o'qiganman. Kichkinaligimdan biznesga qiziqqanman. Kelajagimni vizualizatsiya qilganimda har doim qanaqadir kompaniyani boshqaradigan ayol ko'rinishida shu vizuallashtirardim o'zimni. Ikkalang ham hozir boshqaruvchiman, kompaniyam bo'ladi deylar. Ajoyib. Shunaqa ruhiyatda UX UI dizaynga o'tganman. Kreativligim kuchli. Bu har qanaqa ishda ham, muammolar yaratishda ham juda ham over creativeman. Muammolar yaratishda ham ketdilar. O'sha muammolarga yechim o'ylab topa olmayman. Aybini tan olish ham yaxshi. Shu kreativligimga yozish, chizish mahoratlari davay shunga yaqinroq yo'nalishga o'taman deb UX UI dizayn tanlaganman. U ikkala tomondan ham mos keladi. Ya'ni UX da o'sha yechim taqdim qilasiz, muammoni o'rganib chiqib, UI bilan bo'lsa chiroyli vizuallashtirib o'sha yechimni produktni ko'rinishini yaratishga. Shu dizayner sifatida ham ish boshlaganimdan keyin o'zim loyihalar, o'zimcha dizaynlarini mustaqil ish sifatida o'rganayotganimda bitta muammo meni juda ham qiziqtirib qo'ygan. Bu aynan bizning jamiyatda ayollarning reproduktiv salomatligi bilan bog'liq noqulayliklar. Ko'p forumlarda, Telegram gruppalarda ko'rdim. Bizda bor vaqt masalasi, masofa masalasi, ba'zi holatlarda, ko'plab holatlarda deya olamiz, yaxshi ekspert topish masalasi hamda eng og'riqli nuqtamiz haligacha ginekologga borishi juda ham katta uyat deb qabul qilishi jamiyatimizda.
O'tirib shunaqa Uyalasizmi forumlarda gine ko'rishni? Ba'zida bo'lishi mumkin-da, bo'lib turadi. endi Aziz opa fikrlash, dunyoqarashi ochiq inson. Bizda uyda o'tiradigan ayollar, qizlar bor yoki chekka hududlarda yashaydiganlar. Lekin reproduktiv salomatlik faqat bitta ayol yoki qizni salomatligi emas-ku, butun jamiyat sog'ligi ta'sir qiladi bevosita. Shu forumlarni analiz qilib o'tirib, qizlardan tortib yoshi katta ayollargacha nima muammolar bor hammasini yozib chiqib, bitta ginekolog konsultatsiyasini olib, borib ular bilan maslahatlashib, 4 ta hayotiy rejimga bo'lib olganman. O'sha har bitta ayol hayoti davomida o'tadigan ginekologik davrlarini deylik. Shu bo'yicha o'zimni yechimlarimni ishlab chiqib, muomtaz qilib ko'rganmiz. Chekka hududlarda yashaydiganlar nima muammolarga duch kelyapti, rostdan ham include qilsa bo'ladimi mana shu muammolari. Shunaqa izlanish natijasida bitta o'zim mustaqil dizayn yaratib ko'rish niyati bilan Femi dunyoga kelib qolgan. Dizayn tayyorlab ko'rgandan keyin "Ola" deganman, buni produkt ko'rinishiga olib o'tish kerak. Kerakli produkt deb shunaqa ginekolog ekspertlar bilan gaplashganimda meni xursand qilgan tarafi, bizda Toshkentdagi mutaxassislar balki shu uchunmi juda ham podдержка qilishgan ginekologlar. Kerak narsa bu. Telemeditsinani hali kiritmadim, qo'shish niyati bor. Asosiy hozirgi maqsadim bilim berib borish. Prosta tracker ko'rinishida qabul qilishlarini xohlamayman. Femini ayol qizlari salomatligi faqat jismoniy salomatlik emas, ruhiy salomatligini ham o'z ichiga olib, salomatligi haqida o'ylaganda xayoliga keladigan har bitta ayol qizi qo'lida telefonida bo'ladigan приложение bo'lishini xohlayman Femini. Shu startapgacha bo'lgan yo'lim. Shu o'rinda Maftuna bilan qanaqa qilib tanishganimizni aytib ketaman. Hamma ayollarni qiziqtiradigan mavzu, meni ham oilamda hamma ginekolog, onam o'zi jarroh bo'lganlar, ginekolog. 2-3 yil oldin men ham xuddi shunaqa ideya bilan homiladorlik paytida o'ylab yurganman va bu g'oyamni aytganimda поддержка umuman sezmaganman, ya'ni qo'llab-quvvatlash bo'lmagan. Keyin shu bilan esimdan chiqib ketgan. Keyin bir kun bitta tanishim Kumush marketing bo'yicha Maftuna bilan tanishtirdilar. Loyihalarini ko'rdim. O'zimga og'riqli, ayniqsa o'sha farzandlari bor ayollar uchun eng og'riqli bo'lgan startap. Shunda ichim yondi. Hech narsaga qaramay bo'ldi, Kumush ketdim, meni ham qo'shinglar, men ham bo'laman bu startapda. Qanday bo'lishidan qat'iy nazar commitment qilib qiziqib ketdim. Ya'ni menimcha bu Femini orqasida katta narsani ko'rish mumkin. Investitsiya olishdan ham yo boshqa narsadan ham avval o'sha ayollar jamiyatini, xuddi siz men bu ayollarni investorlar bilan bog'layman degandek, ayollarning sog'lig'idagi muammolarini hal qilish, umuman eng yaqin do'stiga aylanadigan приложение qilib ko'rdim, mobile app sifatida va Maftunani shu founder sifatida shunday mahkam ushladim. Juda ham zo'r. O'zi boshidan Femi biznes maqsadida emas, aynan shu og'riqqa yechim berish maqsadida dunyoga kelgan. Menimcha yutib ketayotgan joyi ham o'zi painkillerlar bo'ladi. Shunaqa turlari bor-ku produktlarni ham haqiqiy painkiller sifatida qabul qiladi, qilib kelishyapti ayollar. Feedback bor, supportda o'zim o'tiraman. Men kutmagan targetdagi ayol qizlar kelib, meni xayolimga kelmagan muammolarga ham yechim topishganini aytishadi. Juda ham xursand bo'laman. Даже bitta ayol yoki qiz og'rig'iga painkiller deb ko'rgan bo'lsa, bu meni maqsadim, erishilgan maqsadim deb qarayman. Juda ham zo'r. Menimcha o'zi startaperni hamma charchog'ini chiqazib yuboradigan narsa shu mijozini bir og'iz menga shu yordam berdi, salgina bo'lsa ham foydasi tegdi degan feedbackini eshitsa hamma charchoqlar chiqib ketadi. Shuning uchun harakat qilamizda o'zi to'g'ri. Shunaqa Aziza mana SG Woman o'shanda ishlash jarayonida shunaqa yaxshi startaplar ko'ryapsizmi? Biz Aziza bilan Startup Walk, ya'ni o'sha
pitching startaplar erta tongda 6da yurib pitch qilishardi. O'shanda tanishganmiz. Undan avval ham taniganman. O'shanda bir g'oya kelganda xayolimizga, u g'oyani hech kimga aytmagandik. Hozir endi bo'lmagandan keyin aytaveraman. Biza ayol investorlardan iborat klub tuzishni o'ylagandik. Hozir o'shanga savolim shunga bog'liqroq. Mana shu startaplarni ko'ryapsiz. Ichida pul tiksa bo'ladigan startap birjalar bormi? Bor, albatta bor. Man o'zi SG Women'da faoliyatim boshlab, ayol qiz startaperlar bilan ko'proq kommunikatsiya qilib, aloqa qilib boshlaganimdan keyin shuni sezdimki, erkak startaperlardan ham ko'ra ayol startaperlarda ularga bo'lgan ishonch, ulardagi shu past balandlikga turib berishga kuch ko'proq bo'lar ekan hattoki. Nima uchun? Az tushuntirib beraman sizlarga. Mana shunisi qiziq. Endi qarang, startap yo'li ko'pincha shu pul bilan bog'liq muammolar ham bo'ladi. Bizda erkaklar, yigitlar oilaviy bosimda bo'ladi. Sen tezroq pul topishing kerak degan bosim bor. Agar unda yo'l bo'lsaki, o'z startapini qurish qanchadir muddat yaxshi daromad bo'lmaydi, qanchadir muddat uni produktni qurish yo'lida minimal qanaqadir surviving modda yashash kerak. Tirik qolish yo'lida. Yana bir yo'l bor. Shu nimalari bilan, qobiliyatlari bilan unga mo'maygina daromadli kasb egasi bo'ladi. Shu qaysidir kompaniya uchun xodim bo'lib ishlash yo'li bor. Erkaklarda ko'proq mas'uliyat shu o'z oilasini tezroq boqish kerak, uylanish kerak, to'y qilish kerak, ota-onasiga yordam berish kerak. Ertaga agar uylangan bo'lsa farzandlariga moliyaviy ta'minlab berish kerak. Shu yo'llar uchun ham baribir ham ko'proq boshqa kompaniyalarga nima qilay degan og'ib ketish nimasi ko'proq ko'ryapman. Ayollarda qanaqa? Biz o'zbek qizlarida baribir bilamiz, bizni otamiz, akalarimiz baribir ham ko'proq ta'minotni bo'yniga olishgan bo'ladi. Ayol qizlar nima emas, shu oilani boquvchi emas. Juda endi aksariyat oilalarda ularda bosim kamroq u tomonlama. Agar ularda ayol kishida agar men shu muammoni yechimini qilaman, men shu produktni quraman degan nima bo'lsa, istak bo'lsa, xohish bo'lsa, shu qiyinchiliklarini tepa balandiga qaramasdan uzoqroq muddat menimcha shu qiyinchiliklarga moliyaviy tomondan keladigan qiyinchilik, bosimlarga ham turib bera oladi. Kamchiliklar nimada? Xo'p, kamchiliklar Emotsionalligimizmi? Mana shu hamma ayollar emotsional emaskan. Lekin bu narsa plusga ham o'ylaydi, minusga ham. Startaper ayol founderlarning emotsionalligi nimaga xalal beradi? Masalan, qaysi jihatlarida, qaysi o'rinlarda minusga ishlaydi? Bizda lekin xalal bermadi. O'zingiz tajribangizda qanaqa juda ham qattiq mehr qo'yganman. Men masalan loyihamga ona bolasini yaxshi ko'radi-ku. Mana shu men narsa. o'zim bolamga mehr berganda mehr beraman. Okey, oyoqqa turib olish kerak, hali kichkintoy. Rohatini ko'ramiz ertaga oyoqqa turgandan keyin. Xuddi shu narsani ayol investorlar haqida ham aytishgan edi. Masalan, erkak investorlar investitsiya qilib pulni berib, keyin kuzatib turishadi. Ayol investorlar pul bergandan keyin uni oilasidek qabul qilib, ular bilan ovqatlanib, o'sha ularni podxodi, o'sha qarashlari boshqachaligini aytib o'tishganda, ya'ni mehr ko'proq bo'ladi startapga pul bergandan keyin. Shunaqa. Shu taraflari ham. Albatta. O'zi emotsionallik men o'ylaymanki, ayollarga bu xos va qaytanga bizni bu yaxshi qurolimiz. Yaxshi qurol, qanaqa qurol? Biza chunki men o'zim ishlaganimda sezganim, bitta yig'lab bersam ham ishlab bitib ketadi. Startap yo'lida jamoani birlashtirib, uzoq yo'lni, visionni ko'rsatib, ketdik, birga shu yoqqa yuramiz
Ana. degan jipslashtira olish va ularni tarqalib mana kuchli kadrlarni oldingizga yig'asiz-ku jamoa qilib. Ularni tarqaltirib yubormaslik juda ham muhim. Juda muhim startapda. Ayollarda shunaqaki, shu jamoani yaxshi jipslashtirib tura oladi. Bir muhit yarata oladi, menimcha. O'sha Aishada aytdingiz, mana deyarli pul to'lashmagan dedingiz. Sizga o'xshagan kadrlar yana ko'p bo'lgan bo'lsa kerak. Ularni qaysi vision bilan ushlab turishgan? Qanday nima deydi? Jannat ko'rsatib ushlab turishgan ularni. Xo'p, avvalo bizda shu jamoa hamma qanaqa insonlar yig'ilganmiz Aisha AIda o'sadigan muhit. Sun'iy intellekt bu kelajakmi? Kelajak. Bu sun'iy intellektni tushungan odam, uni qanaqa foydalanishni bilgan, uni hattoki yarata olgan odam biza bilamiz, mayli oz muddatda kamroq o'zimizga qanaqadir bir qayta nima deyiladi, mablag' yoki biron bir foyda olmasak ham, lekin uzoq muddatda bu 10x 100x foyda olib keltirishini bilganmiz. Va albatta menga nima to'lashgan. Boshlang'ich qismida testoviy periodda nima bo'lmagan, pul to'lanmagan. Bu aytmoqchi bo'lganim shu, mana boshida ishchi bilan gaplashganingizda avvalo shu konkretni pulli tomonlarini kelishib olib, keyin zo'r ekan. U yerda Elzatxon menga men sizga konkretni mana shuncha pul beraman demaganlar. Agar biz rivojlansak, men sizni mehnatingizni qadrlab qancha nima bo'lsa shuni mevasini beraman. Agar biz nima bo'lsak, pastga tushsak, shu joyiga ham turib berishingiz kerak degan shunaqa kelishuv bo'lgan. Co-founderlarning kelishuvida. Shunday. Va shukr, nimasini ham, mehnatimiz mevasini ham olganmiz. Yaxshigina. Yaxshi. Aftonaxon nima deysiz? Sizlarga savol, hozir mana gaplaringiz orasida hozir erkaklarda startap qilishga qiyin, masalan, ko'proq narsa talab bor deyishdi. O'zingizlardan kelib chiqib, startaper yigit, boshlang'ich startaper qilayotgan yigit qo'linglarni so'rasa, nima deb javob bergan bo'lardinglar? Masalan, startapi hali pul topmayapti. Kelib mana Aziza 10 yildan keyin startapim yoki 5 yildan keyin zo'r bo'lib ketadi, sizni ishontirsa. Ketdik bosamiz derdim. Ana. Chunki Azizani nomerini qolaman. Chunki startap qilib yurgan mana ayol qizlar o'zi bilishadi, bu gashti juda ham boshqacha-da. Startapning gashti boshqacha. Sizda vision bor, katta vision bor, siz bilasiz, katta og'riqqa yechim beryapsiz. Siz bilasiz, siz yaratgan mahsulot ko'plab oilalarga foyda olib keladi, ko'plab insonlarga foyda olib keladi yoki ko'plab bizneslarning rivojlanishiga yordam beradi. Bu kelajakni ko'ra olgan qizlar, o'zi nafaqat qiz, yigitlar ham, men shunaqa o'zi nima deyman, startap bu xuddi narkotikka o'xshaydi. Uni bitta ta'mini bilsa, undan chiqib ketib qolmaysiz-da. O'ziga tortaveradi, yangi ideyalar kelaveradi. Shunaqa. Ya'ni startap fail qilib, yana startap qilib olib chiqib kelaveradi. Shunaqa. Shundan ekanda. Shunday. Agar unaqa mana takliflar tushsa bizga, men bilaman, aniq ha deymiz. Chunki siz uchun ham javob berardilar. Men startap biz uchun javob beramiz. Chunki men o'zi xohlayman, shu turmush o'rtog'im aynan shu startap dunyosini tushunadigan, shu sohani biladigan, IT sohasini tushunadigan inson bo'lishini. Shunda biz bir-birimizni to'ldirib, bir-birimizga yaxshi poddershka bo'lib yashay olamiz deb o'ylayman. Chunki startaper qizlarni ham tushunadigan nimalar kerak, juft halollar kerak, oldida yelkadoshlar kerak. Boshqa sohada bo'lsa, bu startapni biz mana bilasiz, 9-9-6 rejimi chiqqan hozir. 9 dan 9 gacha haftasiga 6 kun ishlashyapti mana
aytaylik Silicon Valleyda yoki butun dunyoda даже undan ham ko'p ishlashiladi startapni rivojlantirish uchun. Bu narsani tushunish uchun startapni biladigan, tushunadigan inson kerak va startaperlar oilasi bo'lsa, menimcha yaxshi bo'ladi bu borada. Sizni fikringiz nima? Minuslari haqida aytib o'tasizmi, masalan? Nima deb o'ylaysiz? Minuslari yo'q, ishini tushunib qo'llagani yaxshi, lekin aynan agar ayol ham erkak ham startap egasi bo'lsa-chi? Misol tariqasida. Ish tomondan qarab bitta emas, alohida startapi bo'lsa. Yo'q, ish tomondan olib qaraganda muammo emas bu. Agar bir-birini qo'llab-quvvatlay olsa, shaxsiyatga borib taqalishi mumkin, muammoli vaziyatlar yuzaga kelishi. Qo'llab-quvvatlay olmasa, tushunmasa o'zi startaper bo'lib turib ham unda qiyin. Shuning uchun shaxsiyatni ham e'tiborga olish kerak, lekin umumiy olib qaraganda yaxshi bitta maqsad yo'lida kurashadigan inson bo'lsa. Lekin venture investor sifatida venture investitsiya olish qiyinligini aytib qo'yasizlarga. Startaper er-xotinlar red flag hisoblanadi. Bu haqida men ham eshitgandim. Lekin menimcha yaxshi nima bo'lsa kerak, yaxshi match bo'lsa kerak deb o'ylayman. Ha, juda yaxshi. Maftuna 13 yoshimda boshladim dedingiz. Programmistlikka qiziqishni 13 yoshda boshlabsiz. Xo'p, meni qizim 12 yosh. 13 yoshda uni nimaga bersam bo'ladi? Kelajakda mana yaxshi startaper qiz bo'lishi uchun masalan. Men o'zini xohishlariga qarashingizni maslahat beraman. Chunki bilmadim siz nimani ko'zlab startaper bo'lishini xohlashingiz. O'zi qiziqsa, misol uchun men 13 yoshimda qiziqib qolganimda, menda o'zi kompyuter bo'lgan, shaxsiy notebook bo'lgan o'sha paytda. Uni o'rganishga qiziqib ketib, chuqurlashib ketib, o'sha veb-sayt yaratishga qiziqib qolganman. Qatlardandir kelib qolgan. Ingliz tili unaqa yaxshi bo'lmagan. Qanaqadir kitoblar topardim, saytlar, informatika o'qituvchimiz mana shu yerlardan o'rgansam bo'ladi deb. U paytda Wi-Fi yaxshi rivojlanmagan bo'lgan. Qo'limga beriladigan, ishlatiladigan pullarni to'plab maktabga bolalar o'yin o'ynaydigan kompyuter xonalar bor-ku, u yerda internet bo'lardi-da. U yoqdan o'rgangan materiallar tortib kelardim. Ingliz tiliga ixtisoslashgan maktabda o'qiganman. Tushuncham bo'lgan, ingliz tilini bilganman. O'sha paytda material tortib kelib, uyda o'shalarni o'rganib chiqardim. Oddiy HTML CSS bilan saytlar yasab, o'zimni juda ham buyuk ish qilgandek his qilardim. Lekin uyda juda ham kuchli qarshilik bo'lgan. Даже kompyuterimni olib qo'yishgan paytlari bo'lgan. Xohlashmagan, ITda ko'rishmagan, balki o'g'il bolalarga yarashadigan ish, qiyin ishda qarshilik qilishgan. Даже meni ITdan chiqarib yuborish uchun boshqacha to'garaklarga berib ko'rishgan, chevarchilikni o'rganganman. Ular chevarchilikka berishgan ekan. Afsuslanmayman, bitta hunar o'rganib olganman. O'zim uchun kerakli tikish ishlari bo'lsa, qiziqib qolsam qila olaman bemalol. Yaxshi o'zlashtirganman, lekin yaxshi o'zlashtirib bo'lib, yana ruxsatlarini olganman. Endi ITga qaytaverayim deb shu voz kecha olmaganman. Demak, ichingizda qiziqish bo'lgan. Nima sababdan ITni o'rgangansiz? Kelajakka ko'rganmisiz yo shunchaki qiziqish bo'lgani uchun? Boshida shunchaki qiziqish bo'lgan. U paytda startap nima ularni tushunmagansiz baribir? Yo'q. Hattoki 3-kursligimda Shveysariya elchixonasi bitta mentorship tashkillashtirgan. 10 ta qiz tanlab olingan. Butun respublikadan 9 tasi Toshkentda bo'lgan. Men bitta o'zim Andijondan turib qatnashganman. Mentorim Andijonga borib bir marta menga sessiya berib kelganlar. Juda zo'r. Keyin uni bu yoqda Toshkentda himoya qilganmiz, prezentatsiya qilib berganmiz. O'sha paytda startap qilib olib chiqish mumkin bo'lgan o'sha loyihami. U qanaqa loyiha bo'lgan? ITdagi menga o'xshab qiynaladigan qizlar uchun community tuzishni xohlaganman. IT emas, zamonaviy kasblar. Xuddi bizda nima bor? Redditni misol keltirishimiz mumkin. Savollaringiz berasiz, blog bo'ladi-ku, javoblar oladigan. Shuni qizlarga moslashtirib, aytishning qizlarga. U paytda startap degan tushuncha bo'lmagan, startap qo'llab-quvvatlash degan tushuncha bo'lmagan. Hozir oxirgi 2 yilda adashmasam, juda ham podдержка kuchayib ketdi. Даже просто g'oya uchun MVP ishlab chiqib ham investitsiya olib uchirib yuborishyapti. Unaqa narsalar bo'lmagan. Shu loyihangiz menga ideyangiz yoqib qoldi. Balki podkastdan keyin o'ylab ko'rarmiz. Redditda startap qizlar uchun yasab.
Hali ham aktual mavzu. Chunki aktual endi mana startaplar o'sib kelyapti. Fikr almashish, SDG hamsuhbat bordi. bo'lib juda ham yaxshi bo'lardi. Yaxshi narsa o'ylayapmiz. Shunaqa co-founderlar tayyor. если что hali ham kodlar turgan bo'lishi kerak GitHub'imda. Tiriltiraversa bo'ladi. Shu o'zimni ichimdagi o't qayerdandir yonib qolgan, bilmadim. Ota-onangiz ham tan bergan oxiri. Ha, hozir tan bergan va meni qo'llab-quvvatlaydigan eng asosiy meni farzandlarimga aylanishgan. Ta'natbor. Juda ham zo'r. Sizda qanaqa bo'lgan? Meni ham boyagi savolingizga qo'shimcha nimam bor. 13 yoshli farzandim bor. Uni startap olamiga qiziqishni xohlayapman deyapsiz. Siz ayni paytdasiz, meni fikrim bo'yicha shu farzandingizga startap dunyosini ochib berib, undan qanaqangi katta maqsadlar, katta impact olib kela olishi mumkin dunyoga, uni tushuntirsa, u yosh bolada harakat ham boshqacha bo'ladi. Ilmini ham shu narsaga, vaqtini ham shu narsaga ketkazadi. Mana qozog'istonlik Arlan hozirgi kunda Nozomi nimasi Silicon Valleyda Y Combinatorga qabul qilingan shu Markaziy Osiyodagi shu sanoqli startaperlardan biri. O'zi 18 yosh. U qanaqa qilib 18 yoshida shunaqangi hozir nimasi adashmasam 6 million or billion anaqa valuationda turibdi nimasi. Qaysi startup edi u? Nozomi. U shu developerlar uchun AI solution qilyapti. Shu startupi bilan u 18 yoshga qanaqa qilib shu darajaga keldi degan savolga, uni chunki otasi ham founder, akasi ham founder, ularda shu oilasida founder spirit bo'lgan, founderlar muhiti bo'lgan. Otasi o'sha narsani ko'rsatib bera olgan yoshligidan, u shu yoshligidan kodlashni boshlagan, har xil shu pitch tayyorlashmi, pitch deck tayyorlashmi, battlelarga qatnashib ko'rish, turli xil ideyalar, shu narsani ko'rib yoshligidanoq shunaqa yaxshi natijalarga erishyapti. Biz ham, men o'ylayman, maktablarimizdagi bolalarga shu ko'proq mana Yoshlar ishlar agentligi bor, ta'lim vazirligi bor, fanlariga hattoki startap nima, qanaqa kompaniyalar qursa bo'ladi, qanaqa produktlar qursa bo'ladi, shu narsalarni yoshligidan tushuntirsa, bolalarda shunga qiziqish yana ham paydo bo'lib, zo'r startaperlar bo'ladi. Men qo'shilaman gapingizga. Men o'zim ham eng og'riqli joylarimdan biri shu. Ya'ni farzandlarim bor, ularga nafaqat koding yoki programmistlik, mana shunaqa maktab bo'lsa, bizga o'xshagan, sizga o'xshagan mentorlar bo'lsa-da, shu bolalarga tushuntirsa, startap nima, xuddi aytganingizdek maktablarni nimasiga ham qo'shish, o'sha tajribasiga qo'shish haqida taklif ham kiritganman. Ba'zi bir o'sha yuqori nima deydi, instansiyalarga, tashkilotlarga, xudo xolasa o'xshab qolsa zo'r bo'ladi. Lekin mana shuni o'zimiz nima deydi, volontyorство qilib ham boshlasak ham bo'ladi. Ota-onalar jon farzandlarini olib kelsa kerak deb o'ylayman. Biz ham jon deb volontyorlik qilamiz. Albatta. Juda yaxshi ideya. Kelib o'ylab ko'ramiz. Nomer 2 Rosa ideyalar yig'lar ekanda. Yaxshi. Mana shunda ham hozirgi o'tirishimiz ham mana communityni ahamiyatini ko'rsatib beryapti. Founderlar mana shunaqa gaplashsa, suhbatlashsa, energiyasi to'qnashsa, juda zo'r ideyalar keladi. Birgalikda kollaboratsiyada juda yaxshi loyihalarni amalga oshirsa bo'ladi. Shuning uchun SC Women'ga ham qo'shilinglar. O'zinglar communitylar qilinglar, founderlar, qizlar, yigitlar. Men faqatgina qizlar alohida bo'la olish tarafdor emasman. Xalq bilan birga bo'lish kerak. Yigitlar bilan ham birga ishlab, nima tarafdorman umuman olganda. Kollaboratsiya qilib. Lekin o'sha tortinchoq qizlar uchun alohida communitylar o'zlariga safe his qiladigan muhit yaratib berish tarafdorimiz. Albatta. Shuning uchun SC Women'ga kelsangiz bo'ladi. Yoki feminichiga startaplar haqida darslar qo'shsak ham bo'lar ekan haftada. O'ylab ko'rish kerak. Yaxshi ideya. Menda yana shu yerda to'ldirib ketmoqchiman.
SG Women'da boshlashimizdan yana bir maqsad bu yerda mana ayollar mana feministik nimaga o'zim aslida qarshiman. Misol uchun to'g'ri. ayollarni nimasi toptalyapti, ularga e'tibor berilmayapti. Unaqa fikrlardan aslo yiroqman. Bizni jamoamiz ham yiroq. Bizda o'zi vatanimizda ham xudoga shukr juda ham ayollarga e'tibor juda ham zo'r. Hattoki yigitlardan ham ko'proq sharoitlar qilib beradi. Misol uchun o'zim ham magistraturani grant asosida o'qiganman. Ayollarga shunaqangi zo'r nimalar yaratib berilyapti. Maqsadlarimdan biri nima bo'lgan? Jamiyatda ayollar yechim bera oladigan narsa, misol uchun dizayn. Ayollarni mana shunaqa chiroyli imijini yaratishga nima qiladigan yechimlar berishimiz mumkin. Yoki yosh bolalarni sog'lig'i yoki ularni tarbiyasi, ularni ta'limi. Mana maktab loyihasida ham men o'zim maktab o'zi qanaqa loyiha? Shu loyihasi haqida so'ramoqchi edim o'zi. Bu o'zi Google da faoliyat yuritib, o'z faoliyatini yaqinda to'xtatgan Azimjon Po'lat asos solgan EdTech startap hisoblanadi. Maktab umuman olganda eski traditsion maktabni buzib yangi shu sun'iy intellekt, gamifikatsiya, shu yangi texnologiyalardan foydalanib, bolalarni ta'limiga yanada ham yaxshilash, bolalarning ta'limini. Ularga yaxshiroq ilm olishiga yanada yordam berish maqsadida boshlangan bu startap. Albatta, maktab so'zi ham o'zi xalqona maktabdan olingan. Bizda xalqimizda maktab deymiz, bilasiz. Shu xalqona bo'lsin deb shunaqa nom berganlar Azimjon aka. Siz co-foundermisiz u yerda? Da, co-founder bo'lib qo'shilganman. Ularni aynan yana shu yerda ham nima deydi? Deep talk ketishi mumkin. Gapiravering. Startap qilayotgan odam shu jonini beradi-da startapiga. 24 ga 7 fikr xayoli shu narsada bo'ladi. Siz startap boshlayapsizmi, uni o'ylamang, qisqa muddatda bo'ldi qilaman. O'zi haqiqiy unicorn bo'ladigan, haqiqiy impact olib keladigan katta startaplar hech qachon o'zi pul maqsadida ochilmagan. Program nimalar ham juda ko'p aytishadi. Ana endi Aisha AI'da to'g'risini aytaman, nimaga o'zi qayoqqa ketyapman, men o'zi kimman, ko'proq qanaqa jamiyatga foyda olib keltira olaman. Bu biznes Aisha AI'da call centerlar faoliyatini yana ham yaxshilash, effektivnessini yana ham oshirish uchun harakat qilayotgan startaplardan biri. Meni kelajakdagi end goal'imga bu qanchalik to'g'ri keladi degan nimada start with why deydi-ku. Shu why'imni qaysi momentga kelib topolmay qoldim to'g'risi. Ya'ni o'sha startap orqali siz jamiyatga qanday foyda keltiraman degan savolingizga to'liq javob ololmagansiz. Maktab orqali siz bolalarni o'qitish orqali ko'proq impact olaman, foyda keltiraman degan fikrga kelib o'tgansiz-da. Shunaqa. U qanday platforma? Menga masalan ozgina pitch qilib bering, qisqacha 1 minutlik. Xo'p, maktab bu gamifikatsiya orqali, sun'iy intellekt orqali matematikani o'rganishiga yordam beradigan mobile app. Ana endi bu lekin yana ham rivojlanib ketadi. Maktabda fanlar juda ko'p, ularni hammasini qamrab olish juda qiyin. Hozir eng nima biza fokus qilishimiz kerak, nimaga fokus qila olamiz? Bitta fanga. Qaysi fanni tanlasa yaxshiroq? Biz aynan matematikani tanlaganmiz, chunki visionni xalqaro albatta xalqaro nima, avvalo O'zbekistondan boshlanib, Central Asia
Markaziy Osiyo, keyin butun dunyoga chiqish nimamiz bor. Investitsiya tortdinglarmi? Yo'q, investitsiya tortmadik. Founderinglar necha yosh? Founderimiz Azimjon 26 yoshli. Yaxshi. Kontaktlarni qoldiringda. 26 yoshli va co-founderlarimiz u yerda Diyorbek aka, ular Pinterestdan juda kuchli tajribaga ega matematika ustozlari yig'dik. Har bir startapda founderning roli, founderning dedicationi juda ham muhim. Chunki jamoani founder yig'adi atrofiga va visionni ham founder qo'yib beradi. Va bir paytning o'zida ikkita startap qilish qiyin. Ikkita loyihani birday olib ketish, ikkita bolani startap borasida katta qilish qiyin. Azimjon akaning 42 loyihasi bor, 15 mingdan ortiq userlari bor, IT ta'limi bilan shug'ullanadilar u yerda. Bir vaqtning o'zida ham Google'da ishlab, ham 42 ni rivojlantirib, ham maktabni ham tortishga harakat qildik. Biz shu co-founderlarim bilan birgalikda. Va bizni mana bo'lajak ayol startaperlarga yoki yigit startaperlarga maslahat, fokusga e'tibor bering. Siz bir vaqtning o'zida bitta startapga fokus qilganingiz ma'qulroq. Ikkita qilaman desangiz yo ikkita loyihani birdan olib ketaman desangiz, unda ham bunda ham yaxshi qoniqarli natijaga erisha olmay qolish ehtimoliniz katta. Ikkita loyiha hech qachon ishlamaydi demoqchilar. Shuning uchun biz apreldan boshlab avgust oyigacha jamoa bilan haqiqatda qattiq harakat qildik, qattiq mehnat qildik. Lekin ta'lim sohasi ham oson soha emas. Bu bolalar ikkita ulamolarimiz aytishadi, ikkita narsada juda ham ehtiyot bo'lish kerak, meditsina va ta'limda. Boshqa sohada mayli qo'l uchida ish qilsang qil, lekin ikkita sohada qattiq mehnat qilish kerak. Chin dildan qilish ta'limda kerak. juda ham e'tibor berish kerak. Butun avlodlar yetishib chiqadi. Albatta. Siz nechinchi yil o'qigansiz? Maktabga nechinchi yil kirgansiz? Keyin hisoblab chiqaylik. Menga qiziq, hamma chaqirgan o'sha founderlarim yoshlar. Qaysi yil o'qish boshlashgan? Chunki biz o'qishga kirgan yilim lotin tili, kirilldan lotin tiliga o'tgan maktablarimiz, masalan, nechinchidir sinfdaligimizda, keyin kitoblar kamayib ketgan. Masalan, lotin tilida kitob o'qiyman desang, lotin tilida yo'q adabiyotlar va qaysidir 2-3 yil orasida o'sha kitob o'qimagan avlodlar shakllanib qolgan. Bu narsa borda va u shu nimada juda seziladi. Ular orasida o'z startaperlar juda kam. Shunaqa pokoleniya bor, lekin shunaqa avlod. O'shanga so'rab qo'yaman ba'zan. Lotin tilida o'qigansizlar. Biz lotin tilida o'qishni boshlaganmiz. Sizlar paytda kitoblar tarjima qilingan, demak, adabiyotlar o'qishga imkoniyat bo'lgan. Albatta, hamma sharoit bor edi. Bu qiz faqat hamma sharoit bor edi deb maqtab turar ekanlar. Pozitiv o'qib. Men hayotda juda ham pozitiv insonman. Ultra pozitivman va bu ultra pozitiv. Juda yaxshi. Buni qanday ushlaysiz? Bu sun'iy emasmi? Yo'q. Odam har doim ultra pozitiv bo'lmaydi, to'g'risini aytaylik. Ertalab tursangiz, prosta o'lgis kelib turgan kunlar ham bo'ladi, to'g'rimi Maftuna? Bo'ladi. Mana tan oling, ayniqsa startup founderlarda bo'ladi. Hamma narsa rasvo. Uyg'ongiz kelgan, ishga borgingiz kelgan. Shunaqa kunlar nima qilasizlar, qizlar? To'g'risini aytinglar. Boshqa founderlardan mayli so'ra olmayman, o'zimizkilardan so'rayman. Men bilmadim, o'zim yaxshi ko'rganim uchun o'zimga vaqt ajrataman, ozgina tanaffus qilib. Bugun ham shunaqa kun edi o'zi aslida. Siz ertalab turdingiz, hech narsa yoqmadi. To'ygunimcha uxlashimga ruxsat berdim o'zimga. Nosog'lom ovqatlanishga ruxsat berdim. Keyin xudla qanaqadir 2 soat oynani oldida turib siz oldingizga kelishga tayyorlandim. Menda shunaqa kitob o'qish bilmadim, oldin kitob o'qib chiqib ketardim. Hozirgi holatimda, ruhiyatimning hozirgi holatida kitob o'qish qanaqadir o'sha entertainment emasda bilim oladigan holatiga qaytib qoldi. To'g'ri, har doim bilim olish uchun o'qiladi, lekin oldin badiiy kitoblar bilan unutardim
unda problemalarim kamroq bo'lganmi balki badiiy kitob bilan problemalarni unutib kichkinacha problemachalarimni unutib ozgina dam olishimga imkoniyat bo'lardi. Shunaqa odatim bor edi. Bir kun boshqa hech narsa qilmasam faqat bitta kitobni o'qib tugatishga bag'ishlardim. Men hozirgi holatimda shunaqa o'zimni sevishga. Chunki uzoq dam olishga vaqtim yoshib ketsa bir kun, ertasi kuni kak ish bo'ladi, uy bo'ladi, startap bor hozir kamiga. Shunaqa qilib bir kun ajrashib chiqib ketasiz. Meni o'zimda ham 2-3 ta ishda ishlaganim uchun burnout bo'lib turadi. Hech qanaqa ishga borgim kelmasdan, hech narsa qilgim, uydan chiqib kelmay qoladi. Shunaqa paytlarda o'zimni majburlab qulog'imga audio o'sha kitob olib yurishga chiqaman, suv oldida 2 soat, 3 soat, bolalarni ham qoldiraman o'sha kunlari. Bolalar bilan yursam dam olmayman ba'zan. O'zi birga yuramiz. O'sha kunlari masalan 2 kun daydib 2 soat, 3 soat yurib, kitob eshitib, odam bo'lib qaytib kelaman masalan. Ana bitta rivoyat bor-ku. Ayoli yaxshi bo'ladi, bir oyda bir marta yo'qolib qoladi. Qayerda ekan deb izlasa, o'rmonga borib, ilonga aylanib, zahrini sochib kelayotgan bo'ladi. Shunga o'xshab siz nima qilasangiz? Endi boya ultra pozitiv deganimda ko'proq iloji boricha pozitiv bo'lishga harakat qilaman degan ma'noda aytdim, lekin albatta bizda ham bo'ladi. Tushkunlikka tushish holati ham bo'ladi. Ayniqsa startapda siz kuch beraverasiz, lekin natija har doim ham xohlaganingizdek bo'lmaydi. Kerakmi o'zi shu ish bilan band bo'lib turasiz. Shunaqa. Shartta yopib ketib o'rgizam keladi. Ba'zida nima qilyapman o'zi degan. Chunki startapda uncertainty, ya'ni noaniqlik ko'p bo'ladi. Noaniqlik kuchli. Founderlar shu noaniqliklardan, mana shu depressiv holatlardan turib bera olsagina, mana shu kuchli founder bo'la olsa kerak. Men o'zim nima qilaman? Harakat qilaman sport bilan shug'ullanishga. Qanchalik banalni eshitilmasin, qizlar, yoshlar, ayniqsa startaper bo'lsangiz, yo yugurish yoki sportni qanaqadir turi sizni doimiy hamrohingiz bo'lishi kerak. Juda katta yordam beradi. Qo'shilaman 100%. To'g'ri. Yugurish klubi bor Ekoparkda. Ular bilan birga qo'shilib yugurib turaman ertalablari. Chaqirishgan meni ham. OneFit startupiga ham rahmat kattakon. Ularga ham a'zo bo'lganmiz. Men OneFit haqida gapirmay. 1 yil ichida 12 marta borman o'tgan yil. Yana avgustda yana sotib oldim, hali bir marta ham bormadim. Menda ham shunaqa tanish bor. Sotib olib 1 yil umuman zalga bormasdan. O'zi OneFit zalga bormaganlardan pul qoladi-da. Shunaqa. Biz boy qolamiz OneFit. Shunaqa. Lekin bizga o'xshamang deydi-yu. Bizga o'xshamang, boring. Juda yordam beradi. Communitylarga qo'shilib fikr almashish juda yaxshi yordam beradi. Ular qanaqa qiyinchilikni o'tyapti? Laylo opa, sizga kattakon rahmat. Pivot Talkda qilgan podkastlaringiz, boshqa podkastlar. Menga ham kimdir rahmatdir ekan. Pivot uchunsa. Shu kabi rahmat aytib turamiz. Shu kabi podkastlarni eshitaman. Juda ham zo'r yordam beradi. Rahmat. Yaqinda bitta Abdulaziz Suyarov degan bola aytib qoldilar, Bekzod Hoshimov bilan qilgan podkastinglarni 5 marta eshitdim dedilar. Men hayron qoldim. O'zim podkastimni zo'rg'a 1 marta eshitib chiqaman. Montajdan keyin demak nimadir bor ekanda, o'shaning ichida nimadir olganki, shu eshitib chiqqan shu Londonda o'qigan bola deb, demak qandaydir foydasi bor. Mana shu toklarimiz ham kimdir qaysidir qiz ko'rib, Azizaga o'xshay yoki Maftunaga o'xshay deb havas qilib startap qilish mumkin ertaga. Maftuna, sizga savolim bor. Investitsiya olishga venture fondlarga bordingiz, meni xabarim bor. O'zim orada turganman. Lekin investitsiya torta olmadingiz. Sabab nima deb o'ylaysiz? Yuqorida gapirib o'tdik, ayollarning og'rig'ini ayollar tushunadi eng yaxshi. O'sha investitsiya qilingan davralarda, investitsiya uchun suhbat qilingan davralarda faqat investor erkaklar bor edi. Biz harakat qilgan holatlarda. Men xulosa qilib ustida juda ko'p ishlagan aynan jarayonimiz og'riqni yetkazib berish ularga. O'zingiz aytdingiz, oxirgi o'sha yutgan loyihamiz u
investitsiya ajratildi, faqat musobaqa ko'rinishida o'tkazildi-da, u loyiha Clash of Startups. O'tdi. Aynan pitch san'atini o'rganganimiz plyusga ishlab berdi. Va ohang ustida ishlash, hamma narsasini katta rahmat Laylo opa, mana yana bitta rahmat sizga. Laylo opa o'zi zo'r pitch gapi usta bo'lmasligi mumkin, lekin meni backgroundim o'qituvchi, shuning uchun Maftunaga bo'lmaydi deb o'tirishi bilaman. Qanaqa qilib teoriyani yetkazib bera olaman, o'zim qilib bera olmasam. Asosiy pitchdan bir kun oldin kechgacha tayyorlantirib, ertasi kuni yana kamiga sahar turib, Lyuboy savoliga javob bera oladigan holatga kelishingiz kerak degan gap qulog'im ostida jaranglab, soat 2 dan boshlab pitch bo'ladigan kuni tayyorlanib, lekin o'sha kuni afsuski men bora olmadim. Yo'q, bir tomondan yaxshi bo'ldi, ozgina bo'lsa ham komfort zonamdan chiqishga harakat qildim. Shunaqa asosiy menga pand bergani introvertligim bo'ldi shu yerda ham. O'sha erkaklarga qanaqa yetkazib berish, u yer erkaklar deganda investorlarga deylik, o'sha male populationga qanaqa qilib yetkazib berish kerakligini, psixologiyasini oldinroq yaxshiroq o'rganmaganim. O'sha tahlil qilganimizda qanaqa qilib yetkazib borish, qanaqa qilib ishonch bilan gapirish, bu savolga tutilib qolmasdan javob berish o'rganganimizda birinchi g'alabamizni qo'lga kiritdik. Prezentatsiyamizni o'zi bilan endi Tekavard keyingi nishonimiz. Tekavard men xuddi o'zimni bolam bir narsada yutib olganda shunaqa xursand bo'ldim. Bu juda boshqacha his. Chunki juda ham ko'p fail bo'ldi. Men o'sha failga o'rganib ketganimdan yutmasak ham kerak deb tan berib qo'yasiz-ku, shunaqa bo'lib qoldi-da o'sha. Mayli opa. Shuncha поддержка orqasida oxiri rasvo qilmaydi. Xudo xolasa yaxshi natijalar bo'ladi. Asosiysi maqsad yaxshi. Sizda ham maqsad yaxshi. Asosiysi foydalanuvchilar rostdan ham foyda olishyapti. Bizga eng to'xtatib qo'ymaslikka shu kungacha olib kelgan narsasi. Hali negativ biror narsa eshitganimiz yo'q foydalanuvchilarimiz. Hali bir so'm topganimiz yo'q Femina orqasidan. Biz tekinga commitment qilib, biz vision bilan yashayapmiz. Xudo xolasa mana shu katta foydalar keltirsa, yaxshi startap bo'lib ketsa, bizga ham pul qiziq emas hozir. Hozircha. eng zo'r startaplar, eng zo'r kompaniyalar shunaqa vision, qadriyatlar bilan o'zi tug'ilgan kompaniyalar. Chunki agar motivatsiya pul bo'lsa, qaysidir momentga kelib to'xtab qolasiz. Baribir pul har doim ham doimiy ushlab tura oladigan faktor bo'la olmaydi menimcha. Boshqa faktorlarga ega bo'lishi kerak menimcha founder, bittagina pulga taqalib qolmasdan. Aziza, mana o'zingiz oilaviy hayotingizda qanchalik qo'llab-quvvatlashgan shu startapni turmushingizda? Ana ota-onam o'qimishli, ziyoli insonlar, doktor, stomatolog, vrach. Mana yoshligimdan biz 5 ta farzandmiz. 5-alamizni ham ta'limimizga juda katta e'tibor berishgan. Hammamiz yaxshi joylarda mana o'qib, kasbli bo'lganmiz, shukr. Lekin men bilan ota-onamning o'rtasida doimiy shu muzokaralar bo'ladi. Men ularga doimiy tushuntirib boraman. Dadajon, oyijon, mana men hozir startap yo'lini tanlayapman. Qaysidir kompaniyaga, misol uchun menga startapdan men kelib turgan foydamdan 3x, 5x kattaroq daromad taklif qilayotgan kompaniyani nimaga tanlamayapman? Chunki menga qator mana shu foydalarni olib keladi degan narsani ota-onamga doimiy ravishda tushuntirib boraman. Ota-onam qo'llab-quvvatlashga doimo harakat qilishadi-yu, lekin baribir ham Aziza, bo'ladigan ishni qilsang-chi qizim, bo'ladigan yo'ldan yursang-chi, mana bitta tayinli, mana anaqa safe yo'lni xohlashadi-da. Shu magistraturani bitirib olgansan, universitetga kirib dars bersang-chi, nimalar qilib yuribsan degan nimalar ham bo'lib turadi. Shunaqa fikrlar ham bo'lib turadi. Lekin rahmat dadajon, ayajonim, sizlarga kattakon rahmat. Barcha kelinoyim, singillarim, ukam, sizlar meni juda ham
katta поддержка qilyapsizlar. Shu vaziyatdan foydalanib rahmat deb qolmoqchiman. Shu sizlarning поддержкаларingiz bilan shu bosqichga keldik. Yana ham Xudo xohlasa maqsadimiz katta. Dunyo bo'yicha unicorn bo'ladigan, undanda katta kompaniya bo'ladigan kompaniyalarni quramiz Xudo xohlasa. Yaxshi impactlar olib kelamiz va buning uchun sizlarni bizga berayotgan поддержкаңiz, qo'llab-quvvatlavingiz juda ham qadrli. Kerak. O'zi aytishadi-ku, successful muvaffaqiyatli erkakning orqasida ayol turadi. Ayol kishi ham muvaffaqiyatga erishish uchun oilasi turib berishi kerak. Birinchi o'rinda ota-onasi, undan keyin o'zi quradigan oilasi. Ilalabda sizga ham savol bersa bo'ladimi? Beringlar. Siz ham to'xtamaysiz dasturlarda qatnashib hozirgacha o'qishingizni ham nihoyasiga yetkazib qo'yib yana boshqatdan boshlab ketaverasiz-da, o'qiysiz. Nima motivatsiya, nima maqsad, nima sababdan o'zingizni buncha qiynaysiz? Mani asosiy motivatsiyam farzandlarim. Shu 3 ta farzandim bor va ular uchun o'rnak bo'lishim kerak va ular uchun yaxshi kelajak berishni xohlayman. Hozir mana sizlar bilan ham gaplashib o'tirib, qizimni bilimli qilishim kerak. Mana bular hozir aytibdilar, ota-onam 5 ta farzandga ilm berishgan deb. Ilm orqasidan shunchalik aziz bo'lib yurishibdi-da. Bunday olib qarasa, o'zimiz ham shunaqa. Shu jihatlardan hozir havas qilib o'tiribman. Hamma narsa farzandlarimiz uchun. O'zi agar o'zimiz yolg'iz bo'lsak, balki katta maqsadlar uchun, masalan, jamiyat uchun ko'proq o'ylardik. Hozir farzandlarimiz orqali orqasidan keyin jamiyatga foydani ko'rishim mumkin. Shu sababdan deb o'ylayman. Boshqa qiz bola boshqacha baribir. Hozir 2 ta o'g'lingiz, bitta qizingiz bo'lib turib, qizimga o'zi shaxsiy hayotda qizlar bilan gaplashayotganda qizlarga havas qilaman. Qiz bolaga bilim yaxshi berish kerak deb o'ylayman. Chunki qiz bola turmushga chiqqandan keyin ham boshqa holatlarda ham har doim mustaqilligini saqlab qolish uchun, qiyinchiliklarga uchramasligi uchun ilm juda ham ziyoda bo'lishi kerak. Ya'ni bizda ko'pincha to'g'risini tan olish kerak. Ko'p oilalarda o'g'il bolalarni bilimiga ko'p e'tibor berib, qizlar sal chekkaroqda qoladi. Turmushga chiqadi baribir degan qarash bo'lardi avval. Hozir bilmayman. O'zimni yaqin dugonam ham xafa bo'lib yurardi universitetdagi. Mana ukamga repetitorga katta pullar sarflashadi. Men o'zim o'qishga o'zim tayyorlanib kirganman deb ichidan og'rinib aytib qo'yardi-da. Shunga o'xshagan holatlar ko'p bo'lmasligini xohlardim. Chunki qizlar ham kelajakka tarbiyalovchilari, ular farzand tarbiyalaydi. Ular bilimi ortiq bo'lsa ortiq bo'lishi kerakki, o'g'il bolangidan kam bo'lmasligi kerak. Hozirgi zamonimizda ham to'g'ri deb o'ylaysizmi shu fikrni? Biz o'tgan hafta Komil Abdulloh bilan gaplashganimizda o'sha 90-2005-yillar orasida tug'ilgan bolalarni yo'qotilgan avlod deb ta'rifladilar va bu juda ham o'rinli ta'rif. Hozirgi kunda to'g'ri qiz bola o'qimishli, ziyoli bo'lishi kerak, lekin o'sha o'qimishligiga, ziyoliligiga mos-monand yigit bo'lmasa, oldida bu yana ham kattaroq xavf tug'dirishi mumkin. To'g'ri aytganlar. O'sha yo'qotilgan avlod haqida boyama ozgina qistirib ketdim. Aytdim-ku, nechinchi yilda bitirgansizlar bo'ldi. Bu yo'qotilgan avlod shu kitobsiz, kitob o'qimay o'sgan avlodda. O'zi bunday qaraydigan faqat kitob emas. Ta'limsiz qolgan, ya'ni ta'lim jarayonidagi o'zgarishlar, har xil yangiliklar joriy qilinavergan va uni orqasida nima turgani, masalan, kitoblar bazasi bo'lmagan, boshqa bo'lgan yoki qiyinchiliklar, moliyaviy qiyinchiliklar, umuman o'sha mustaqillikdan keyingi davr bo'lishi mumkin. Har xil sabablarni keltirish mumkin. Hozirgi kunda savolingizni qanday javob beramiz bunga? Hozir menimcha ko'proq farzandlarga, umuman ilmiga ko'proq vaqt ajratib berish kerak deb o'ylayman. O'zi umuman bola bilan vaqt ajratish dolzarb muammoga aylanib ketyapti. Ko'ydan keyin telefonga yopishib qolganmiz-ku hammamiz. Oilada ham ovqatlanib o'tirsa, to'g'risidagi odam bilan yo oila a'zoyingiz bilan gaplashib o'tirgandan ko'ra telefon scroll-ku. Shunaqa.
biz ham do'stlar bilan uchrashganda mani o'zi kurugimda bitta ikkita yaqin do'stlarim bor, Inobat va boshqalar. Ular bilan o'tirganda telefon yo'q. Mana Komila Abdulloh to'ji, ular bilan uchrashganda ham telefon esga ham kelmaydi. 5-6 soat va biz g'iybat qilmaymiz. Biz hayron bo'lamiz, mana yig'ilganda 3 ta ayol erkaklarni yo boshqalarni, bola chaqalarni g'iybat qilmasdan ilm haqida, kitoblar haqida, jarayonlar haqida gaplashadigan dugonalar bo'lishi ham bu baxtdir. Shunaqa baxtli ayolman deb hisoblayman. Shunaqa dugonalarim bor, hokazo. Umuman ayollar yig'ilganda kengroq narsalarni gaplashishi ham muhim, bundoq qarasa. Albatta. Mana shu joyda Azizaga savol. Azizani podkastga taklif qilib yozganimda Telegramdan javob bermadilar. Keyin telefon qildim eskicha uslubda. Keyin aytdilar, "Men social detoxdaman" dedingiz. Qanaqa u social detox? Ozgina tushuntirib keting. Endi men bilaman social detoxni. Obunachilarimizga hattoki bugun kirarmikan dedim, lokatsiya tashab qo'ysam, "Opa, SMS qilib jo'natib yuboring lokatsiyangizni." Juda ham demak ushlaydigan qiz ekan, xuddi Rozadagi qandaydir. Bu social detox o'zi nima? Ijtimoiy tarmoqlardan qaysidir muddatgacha xuddi ro'za tutgandek o'zingizni saqlab tiyib turasiz, foydalanmaysiz. Nima maqsadda buni boshladim? Avvalo bizni miyamiz doimiy informatsiyalar olaversa chalg'ish bo'lib qoladi. Ayniqsa ham Instagramdagi reelslar deysizmi yoki shorts bular insonni diqqatini jamlash qobiliyatini juda ham qisqartirib yuboradi. Bu diqqatini jamlay olmadi degani yaxshi qarorlar qabul qila olmaydi degani. Founderlar nimasi bilan qolgan jamoa a'zolaridan ajralib turadi? Ular to'g'ri qaror qabul qilishga mas'uliyatli. Biron bir yangi ilm olaman desangiz ham diqqatingizni jamlay olmasangiz, u ilm olish uchun odam o'tirish kerak. Mana shu stolda o'tirish kerak-da, soatlab o'tirish kerak. Chalg'imay dars qilishni bilish kerak. Xoh 20 yosh bo'ling, xoh 30 yosh bo'ling, xoh 40 yosh bo'ling, founder bo'lsangiz agar, startup qiladigan bo'lsangiz, siz doimiy o'rganishda bo'lasiz. Chunki siz jamiyatdan bir qadam oldindasiz, innovatorsiz. Yangi innovativ g'oyalarni ustida ishlayotgan odamsiz. Ular doimiy o'z ustida ishlash bilan, yangi ilm olish bilan shu darajaga erishadi. Lekin 2 soat o'tirib, yana deep work degan tushuncha bor. Deep work Cal Newportning kitobi. Albatta hammaga tavsiya qilaman. O'zim mazza qilib o'qib, eng ko'p foyda olgan kitoblarimdan biri shu bo'lgan. Uyimda turibdi, o'qishim kerak. Albatta o'qing. Sizga ham tavsiyam, agar o'qimagan bo'lsangiz, u yerda tushuntiriladiki, shallow work bor, deep work bor. Shallow work yuzaki ish. Telefonga chalg'ib, boshqa narsalarga chalg'ishlar bilan qilingan ish u ham lekin vaqt ketkazyapti. 6 soatmi, 8 soatmi ishlayapman deydi. Shu joyda bitta narsa qo'shib ketay. Yaqinda bitta narsa o'qidim. Agar bir narsa qilayotganingizda telefonga chalg'isangiz, miya o'ziga kelgungacha 18 minutmi vaqt o'tar ekanda. Tasavvur qiling, bitta chalg'ish bilan biz yana qaytguncha qancha vaqt yo'qotib qo'yamiz. Shunday. Davom ettiring. Shu sizni chekkadan ko'rayotgan odam ishlayapti deb o'ylaydi aslida. O'tiribdi mana kompyuterini oldida yozyapti hattoki. Lekin u shallow workdan, yuzaki qilingan ishdan dunyoga impact qiladigan, haqiqiy qiymat beradigan loyihalar, produktlar yaralmaydi, ishlar yaralmaydi. Juda zo'r. Haqiqiy dunyoga qiymat beradigan har bir ish deep workda qilingan. Fokusni berib, qiymat berib va deep work o'sha bitta ish ustida chuqur o'tirib, hech narsaga chalg'inmasdan konsentratsiya bilan ishlash. Aslida yangi avlodda eng katta muammosi ham, yosh bolalarda ham ko'zatsanglar, ular juda tez chalg'ib ketadi. Bitta joyda o'tirib dars qila olmaydi. Bu narsa ham o'sha qandaydir albatta sotsial tarmoqlarning ta'sirida.
Gadjet ishlatib qo'yamiz-ku. Boya ham aytib o'tdim, o'zimni qanaqa qilib doimiy ruhlantirib boraman startap borasida. Founderlarni hayotini, ularni toklarini, podkastlarini doimiy eshitaman. Qaysi podkastlarni eshitasiz shu joyga? Misol uchun, Lex Friedman degan juda ham Tojikistonlik yigit bor. juda ham shu podkastni yuqori darajaga olib chiqa olgan podkaster deylamizmi, nima deyiladi endi? Podkaster borlar. Ularni yaqindagina Pavel Durov bilan qilgan nimalarini eshitdim. Podkastlar. 4 soatlik podkast. 4 soat. Juda yuqori darajada qilingan, yuqori sifatda qilingan. Ularni shu Elon Musk bilan Mark Zuckerberg juda ham katta, eng zo'r startaper, eng zo'r nimalar bilan qilgan podkastlari bor. Eshitib ko'ringlar albatta. Hammasidan nimani topdim? Ular hammasi shu ijtimoiy tarmoqdan yiroq insonlar aslida. Ishiga fokus qilgan. Pavel Durov Telegramni yaratgan, lekin asoschisi communicationni mana shu userlar iloji boricha shunda ko'proq vaqt ketkazishga harakat qiladigan startaper, founder, lekin o'zi shundan foydalanmaydi. Telegram foydalanmasga ham. Foydalanadi albatta, juda anaqa chegara qo'ygan. O'zini vaqtlari bor. O'sha vaqtida kiradi, foydalanadi. Doimiy misol uchun vaqt belgilaymiz. Nima qilib chalg'iyvermaydi. Yana shunaqa nimalar bor-ku. Apple nimasi founderi o'zini farzandlariga Apple ishlatishga ruxsat bermas ekan degan gaplar bo'ladi. Maktab paytida telefonga ruxsat bermagan degan gaplar edi. Shunaqa. Pavel Durovni eshitibsiz, nimaga u farzand ko'paytirishga qiziqadi? U haqida gapirmadim podkastda? Gapirgan. Sabab nima ekan? Lekin buni hozirgi podkastimizga mayli, qiziqtirib ketaylik. Pavel Durov ham founder-ku. Pavel Durovni o'zini anaqasi genetikasi kuchli. Ayollar yig'ilsa g'iybat qiladi. Qilib ketaylik. Kimdir bilish xohlasa, just Google it deb ketamiz. Yeah, just watch the podcast of the Lex Friedman. Okay. Aziza Pavel Durov bilan hali yaxshi munosabatda qolmoqchilar shekilli. Demak, social detoxdan maqsad Azizani qanaqa holga keltirish? Chalg'imaslik, diqqatni jamlay olish, to'g'ri qarorlar qabul qila olish. Aynan hozirgi holatimda menda priority turgan narsa, hayotimga to'g'ri qarorlar qabul qilishim kerak, chalg'imasligim kerak, visionim bo'yicha yurishim kerak. Shuni ta'minlash uchun shu narsani qilyapman. O'zbekistonda ko'ryapsizlarmi o'zinglarni 10 yillikda masalan? No. Nimaga? Hattoki menimcha xudo xohlasa bu podkastga yana qaytamiz. Kelayotgan 3 yilda o'zimni xalqaro darajada faoliyat yuritayotgan founder sifatida ko'raman. Kelayotgan 3 yilda. Balki bu yana ham qisqarishi mumkin. Startup founder sifatida. Startup founder. Qaysi startupingiz bilan buni uzoqroq ko'ryapsiz? EdTech va AI sohalari kesishgan startup bilan ko'ryapman. Shu AI sohasida savol bermoqchi bo'lgan. Bizga juda ko'p startaplar AI integrated bo'lib kelyapti hozir. Ularda mana siz AI startupni ichida ishlab, qanaqa kamchiliklarni ko'rasiz? Hozir AI topda, AI integrated bo'lsa, investorlar ham sal harakatga tushib qoladi. AI bor ekan. Hozir ketmon chopaman desa ham o'shani AI ga bog'lab olib keladigan holatga kelib qolganda olib qarasa. Shunaqa. Men o'zim Aisha AIda asosiy sun'iy intellekt bo'lgan startapda ishlab ko'rgan bir startaper sifatida ayta olamanki, AI startapni qilish, yana ham research and development teami bor, R&D team deyiladi bu. R&D teamni boshqarish oson emas. Chunki ko'p resurslar talab etadi bu narsaga. Agar R&D teamingiz bo'lmasa ham, shu hozirgi kunda shu API'lar bor, misol uchun ChatGPT o'zining API'lari bor. Ular bilan integratsiya qilib biron bir yechimlar beraman desangiz ham, buning ham imkoniyatlari bor.
shunaqa vaqt bor ediki, shunaqa vaqt bo'ldiki, bundan bir 7 oycha oldin AI deb slishkom manimcha ko'p urg'u berib yuborishyapti AIga. Hammayam AI, hamma startap ham AIni integratsiya qilishi ham shart emas menimcha degan fikrlar bor edi. Lekin oxirgi bir oyda shunaqangi fikrlashim o'zgardiki, o'zi oqim bor. Shu innovatsiyalarni ham o'zini etaplari bor, to'g'rimi? O'tgan asrda shu 3W nimasi oqimi bo'lgan bo'lsa, internet oqimi bo'lgan bo'lsa, hozir biza shu AI davrini shu boshlang'ich qismlarda, bubble'ni shu boshlang'ich qismida turibmiz va startaper o'zi nima? Kelajakni yaratadigan odam, to'g'rimi? Bizani yaqin kelajagimiz, o'sha uzoq emas, yaqin kelajagimiz juda ko'p sohalar sun'iy intellekt bilan integratsiya qilingan va sun'iy intellektni foydalari juda ko'p, juda effektivность juda katta unda. Mana o'zingiz ham har kuni foydalanasiz. Bu shunaqangi darajaga keladiki, o'sha AI agentlar hozir qurishyapti startaperlar. AI agentlar o'zi bir-biri bilan aloqa qilib, siz uchun yechimlar, siz uchun qarorlar bajaradigan vaqtga keladi. Shuning uchun shu bundan 7 oy oldin juda AI hype, bu hype shunchaki degan fikrda bo'lsam, hozir nabarot. Siz o'zingizni AIga uring deyman, o'rganing deyman. AIni asoslari, o'zi nima u, training nima, AI ML engineering nima, qanaqa qilib shu ishlayotgan sohangizda sun'iy intellekt bilan yechimlar bersa bo'ladi. Iloji boricha ko'proq o'rganib, ko'proq urg'u berishingiz tarafdoriman. Bu meni gapim emas. Shu Y Combinator'ni mutaxassislari, shu startap olamidagi barcha shu kelajakda ko'ra oladigan mutaxassislarni bu maslahat. Yaqinda men ham shu haqida bir ma'lumot o'qidim. Ya'ni kelajak kasblaridan bittasi AIga to'g'ri prompt bera olish bo'lar ekan. Ya'ni kim AIga eng yaxshi prompt bersa, o'sha oldinda bo'lar ekan. Prompting sohasini ham o'rganish kerak ekan. Xuddi shunday. Aftona nima deysiz? Qo'shilaman fikrlarga. Qo'shilaman deng. O'zi sun'iy intellekt borasida Xo'p, boya maktab nimasini ochiqlayotgandik. Maktab mana avgust oyida on holdga, ya'ni shu pauzaga tushirdik jamoamiz bilan. Shu boya aytdik, chunki ta'limda nima o'qitmoqchisiz, o'sha narsa avvalo validatsiyasini topgan bo'lish kerak. U narsani keyin avtomatlashtiramiz degan fikrga kelib, bu degani maktab to'xtamadi. Lekin shu founderni fokusi hozir 42uz nimasiga o'tdi, ko'proq loyihasiga. Mana hozirgi kunda eng qizdirib turgan, shu ichimni yondirib turgan, mana shu social detoxlar qilishimga sababchi bo'lgan g'oyam bor. Bu qanaqa? Hali publicly hech kimga nima qilmagandim. Sizlar bilan ochamiz. Birinchi bo'lib. Eksklyuziv. Buni xudo xohlasa davlatimiz bilan birgalikda qilsak ham bo'ladi. Buni endi katta startap deb ham ayta olmayman, loyiha deb atasak to'g'riroq bo'ladi. Hozir trend xohlasak xohlamasak sun'iy intellekt tomonga qarab ketyapti. Sun'iy intellektni tushunadigan mutaxassislar kerak hammamizga. Har bir startapga kerak, har bir organga kerak bunaqa soha vakillari. Uni sun'iy intellekt bo'yicha kuchli mutaxassis bo'lish uchun kuchli matematik asos kerak. Shunaqangi nima qilsamki, shu loyiha qilsam, avvalo shu talantlarni matematikasini kuchaytirsak, undan keyin sun'iy intellekt nimalarini, mutaxassislarini yetishtirsak, ular bilan birgalikda turli xil sun'iy intellekt doirasida startaplar qilsak va shu bilan birga
R&D timni ham shu sun'iy intellekt borasida research izlanishlar olib boradigan timni shakllantirsak degan shunaqa loyihani ustida izlanish olib boryapman hozirgi kunda. Zo'r loyiha. Omad. Xudo xohlasa, yaqinda o'zi Unicorn Tech bilan hamkorlik qilsak bo'ladi, media jihatda. hammaga hamkorlikka ochiqman. Yaqinda prezidentimiz qarori chiqdi. Millionta sun'iy intellekt mutaxassisini yetishtirib chiqarish shu 6-oktyabrda qaror berdilar. Aynan mana shu loyihani ustida ishni boshlaganimda shunaqa supportive nimalar ham O'zi kelib chiqyapti. o'zi kelyapti. Barakali qiz ekansiz. Bu loyiha ko'rinishi startap emas, lekin maqsad O'quv dasturi sifatida o'quv dasturi sifatida asosan, lekin shu mutaxassislar bilan startaplar qilish maqsad va o'zimizda jamiyatimizdagi startaperlarga ham shu nimani bog'laydigan yordamchi boltlarni yasab berish shunaqa. Demak, siz kelajagingizni xalqaro maydonda ko'ryapsiz. Maftuna, sizda-chi qanday fikrlar bor? Menda ham o'xshash fikrlar, maqsadlar. Hozirgi qilayotgan loyihalarim, ishlayotgan faoliyatim kelajakda davom ettirishni, aynan o'qishni davom ettirish xohlagan universitetim uchun ham portfolio vazifasini bajarishini maqsad qilganman o'zi aslida. Ta'limni birinchi o'rinda davom etkazib, Qayerda o'qishni xohlaysiz? Men bilaman. Yana so'ramoqchiman. Bolalikdan o'zi orzuyim bo'lgan. Garvard biznes maktabi men uchun orzu. Tanlab qo'yganman qaysi yo'nalishda, aynan qaysi professorlarning darslariga kirishni xohlayman. O'zi xabaringlar bo'lsa, Garvard o'sha biznesda keyslar tahlil qilganlarini, shunaqa dars jarayonlarini, lekturalarini qo'yib boradi, taqdim qilib boradi. Shulardan tanlab o'zimcha ta'limini olish xohlagan professorlarimni ham tanlab qo'yganman. Biznes sohasida ham, hozirgi ishlayotgan loyihamda ham, o'zim startapimdan tashqari ishlaydigan ishimda ham maqsadim shu, menejer sifatida u loyihani ham unicorn bo'lishiga hissamni qo'shib, katta loyihalar ustida ishlay oladigan menejer sifatida xalqaro miqyosda albatta faoliyatimni davom ettirish men ham katta ehtimol bilan. Femi bo'yicha-chi? Femini asosiy maqsad developing countrylarga olib kirish. Rivojlanib borayotgan mamlakatlarga. Albatta, chunki ular bilan og'rig'imiz nisbatan o'xshash. O'sha Clash of Startupsda juri bo'lgan ayol bilan, Natasha Him bilan, ular ham venture investor, ular bilan gaplashganimizda o'zlarini mentorligini taklif qildilar, xalqaro miqyosga olib chiqish kerak loyihani deb. Potensiali bor developed countrylarga ham olib chiqish. Asosiy targetimiz hozirgi kunda kelasi 1 yillik bilan birgalikda, yaqin kelajakda O'zbekiston bilan birgalikda yonimiz atrofimizdagi developing countrylarga, ya'ni rivojlanayotgan qo'shni davlatlarga ham olib chiqish. Yaqinda MamPlus startapi Angel Clubdan pul tortdi, Aloqa Venturesdan investitsiya tortdi. Ularning farqi nimada Femidan? MamPlus founderi bilan biz gaplashib ko'rganimizda, ular nomi bilan aynan onalik maktabi. Femini maqsadi yuqorida ham aytib o'tilgandek, har bitta ayol qizi umri davomidagi jarayonlarni qamrab olish. Sizga yoningizda olib yuradigan pocket gynecologist deb ingliz tilida aytilganda, cho'ntagingizda olib yuradigan ginekologingiz bo'lishini xohlayman. Lekin ular founderi yigit kishi ekan. Men bir team buildingda tanishdim. Ular haqida qanday ma'lumotga egasiz? Biz shaxsan tanishmasmiz. O'sha qaysidir raqobatchilarni o'rganib chiqyapsizmi? Ularni to'g'ridan-to'g'ri raqobatchi deb olish xohlamayman. Investitsiya berayotganda nisbatan kategoriyasi bitta kategoriyada deb olishligi mumkin investorlar. Lekin asosiy maqsadimiz
farqlab bo'ladi-ku. Biz to'g'ri onalik davrida ham ginekologik podдержка qilish xohlaymiz. Ruhiy, jismoniy, onalikkacha bo'lgan davrda ham juda ham ko'pchilik onalikka tayyorlanishda foydalanishadi Femidan. Onalik farzand dunyoga keltirish jarayonida foydalanishadi. Undan keyingi tiklanish, undan ham keyingi jarayonlar to'liq ginekolog ilova sifatida Femidan foydalanishimiz mumkin. Siz qanaqadir startap qilmoqchisiz va xuddi shu yo'nalishda qilayotgan boshqa startapperlar ham paydo bo'ladi, yoki sizdan oldin chiqqan bo'ladi, yoki siz bilan birga, yoki sizdan keyin shu karvonga qo'shilishi mumkin, to'g'rimi? Bu narsa lekin startapperni qo'rqitmasligi kerak. Juda kuchli yig'ilgan, kuchli nima deydi, jamoa bo'lib yig'ilgan startapperlar katta investitsiya tortib ham qaysidir nimaga kelib, nima deydi? Qaysidir bosqichga kelib, qanaqadir turli sabablarga ko'ra to'xtab qolishi ham mumkin, yoki ular sizlar ko'rayotgan narsani ko'ra olmasligi mumkin. Sohani boshqacha tomondan ochib berish mumkin yoki shuning uchun raqobat bu yaxshi, doimiy raqobatchilarni o'rganish kerak, izlanish kerak, lekin mana katta kompaniyalar bor, shu yo'nalishda katta puli bor ularni. Mani kichkina startapim, kichkina jamoam bilan ularni qanaqasiga yengib o'ta olaman deb qo'rquv bo'lishi mumkin-da. Bu narsa to'g'ri emas. To'g'ri emas. Kichkina jamoalar, kichkina startap jamoalari katta kompaniyalarni shu o'z kichkinaligi bilan yengib o'ta oladi. Chunki ular flexible bo'ladi, moslashuvchan bo'ladi. Mijozlarni tez o'rganib, tez qarorlar chiqarib, iteration degan narsa bor startaplarda. Yangilanish, uni ustida ishlash, o'zgartirish, kerak bo'lsa pivot qilish, ya'ni o'zini yo'nalishini umuman o'zgartirish. Shu yo'l bilan tez qarorlar chiqarib, ancha oldinga o'tib ham ketishingiz mumkin. U qayerdagi katta kompaniyalar, katta pul ajratilgan joylarda qaror chiqarish prosesslari uzoqroq vaqt olishi mumkin. Yoki sizdagi founder spirit ularda bo'lmasligi mumkin. Shuning uchun karvon o'tar, rizqi bo'lak, shu o'zingiz harakatingizni qilavering. Nimalaringiz, qolgan raqiblar sizni ruhiyatingiz tushib qolishiga sababchi bo'lmas. Azipaga bitta qo'shimcha qo'shib ketmoqchiman. Kichkina o'zi ijod quyi bosqichda qaynaydi-ku. Startap dastlabki boshlanganda juda ham ko'pchilik holatlarda kichkina jamoa bootstrap qilib, aynan katta pul olmasa ham yoki pul olmasa ham o'sha startap o'sishi uchun jon kuydirib ishlaydi. Katta jamoani minusga sabab bo'lishi mumkin bo'lgan holat hammasida ham emas. Yaxshi motivatsiya bo'ladigan jamoa a'zolari, ya'ni yaxshi motivatsiya bilan ishlaydigan katta timlar ham bor. Lekin jamoa kengaygani sari o'zimiki deb qaraydigan odamlar bo'lmasligi mumkin-da, hamma a'zolari. Kichkina jamoalarni yutib ketishi mumkin bo'lgan nuqtasi aynan yonib, menga shu loyiha uchishi kerak deydigan holati bo'ladi. Rahmat maslahatlar uchun, fikrlaringiz uchun. Endi qizlarga nima fikrlaringiz bor, nima maslahatlar, nima motivatsiya berasizlar? Bizani masalan o'sha startap founder bo'lmoqchi bo'lgan qizlar kuzatayotgan bo'lsa yoki oilada farzand tarbiyalab o'tirgan, dekretdagi onalar ko'rib o'tirgan bo'lishi mumkin. Nima maslahatlar berasizlar? Maslahat bo'lmasa motivatsiya. Fail bo'lsanglar ham harakat qilaveringlar. Chunki startapperlarga oid eng kuchli xususiyat shu ekan. Kim bilan gaplashsangiz, fail bo'lsa, 8 marta, 10 marta fail bo'lganman deb ham turishadi. Ya'ni qayta olish shu narsaga. Katta biznes egalari ham juda ham ko'p avtobiografik kitoblarni o'qiydigan bo'lsangiz ham, mani loyihalarim fail bo'lganman, shuncha marta fail bo'lganman. Misol bitta produktim uchib ketguncha 10 ta, 15 ta, 20 ta produktlarim umuman omadsiz bo'lgan, tanilmagan, o'xshamagan, bozor qabul qilmagan.
har bitta fail bo'lganingizda o'zizga bitta karta ochiladi. Dars bo'ladi, Ha. dars. O'sha narsani to'g'rilab ketishingiz keyingi muvaffaqiyatingizga albatta zamin bo'ladi. O'zi umuman bizda- hamma narsa bizga dars hayotdagi. To'g'ri. Endi o'g'il bolalar to'g'ri boqishim kerak degan motivatsiyasi kuchli bo'ladi. Qiz bola ham o'zi ambitsiozniy bo'lsa hayotda yutib ketadi. Qiz bola o'zini ishiga, o'zini hobbisiga ega bo'lgani albatta kelajakda ham o'zini safetysini ta'minlab beradi. Shuning uchun fail bo'lishdan qo'rqmasdan harakatdan to'xtab Muvaffaqiyatsizlikdan qolmaslik qo'rqmaydi. Judayam zo'r nima bo'ldi, motivational. Qizlar motivatsiya berishga usta o'zi. Shunaqa. Qizlar bir-birini поддержка qilishga ham usta. Xo'p, qizlarjonlar, agar sizlar eshitib turgan bo'lsanglar, agar mabodo hali startap nima, u sohaga endi qiziqish bildirib, o'rganmoqchi bo'lsanglar, sizlar xohlasanglar, mana Startup Garage Women communitysiga qo'shilib, Startup Garage o'zini Founders degan platformasida juda ham chiroyli, hamma shu startapni har bir bosqichi qanaqa qilinishi kerak o'rgatilgan video darsliklarini yuklab qo'ygan. Shuni kirib o'zbek tilida ta'lim olishingiz mumkin. Agar siz ingliz tilini yaxshi biladigan bo'lsangiz, rus tilini biladigan bo'lsangiz, undanda yaxshi manbalar juda ko'p. YouTube platformasini o'zida Y Combinatorni shu YC School bor. Shu juda ham barcha startaperlar tavsiya qiladi. Men o'zim ham juda ko'p foydalar olganman. Albatta ularni o'rganib chiqing. Hamma narsa ta'limdan boshlanadi. Startup o'zi nima? Siz o'zingizni sohangiz qanaqa qilib siz o'zingiz sohangizda yangiliklar, shu jamiyatga qanaqadir yechimlar olib chiqsangiz bo'ladi. Uni bitta o'ylab ko'ring. Agar siz allaqachon startapini qilayotgan qiz bo'lsangiz, o'zingizga ishoning, kelajagingizga ishoning, risk qilishdan qo'rqmang. Sizda yo'l bor, doimo kimgadir ishchi bo'lish yoki o'zingiz asoschi bo'lib, o'z qo'lingiz ostida ishsizlarni ish bilan ta'minlab, katta kompaniyalarni qurish, katta vizionlarni qilish, yaratuvchan inson bo'lish yo'li bor. Bu yo'l riskli bo'lgani bilan birgalikda bu yerda o'rganadigan yo'lingiz, o'rganadigan narsangiz ham ko'p va sizni o'stiradigan jarayonlar ham ko'p. Bu yo'lni qo'rqmasdan tanlang. Biz bir-birimizga yordam beramiz. Если что, keling, Maftuna, Laylo opa, biz hammamiz поддержка qilamiz. LinkedIn bor. Mana LinkedInda connection tashlaylar. Biz bir-birimiz bilan aloqada bo'laylik. Albatta LinkedIndan foydalaning. Unicorn Tech mana shunaqa podkastlar bor. Undan tashqari mana Yoshlar ishlari agentligi Hack Unicorn degan oromgohlar qildi. U speech bo'lyapti. Shunaqa jamiyatimizda juda ko'p startaplarni rivojlanishiga yordam berayotgan loyihalar juda ko'p. Ularga qatnashavering, topshiravering, battlelarga ham topshiravering va meni ideyam hali boshlang'ich stadiyada-ku, hali hech narsa qilmaganman demang. Qanaqa bosqichda bo'lsa ham topshiring, networkingga ochiq bo'ling, tanishing. Va o'zi yo'l u yog'i sizni o'zi tortib ketadi. Asosiy mana shu ilk qadamlarni qo'yib oling. Bu yog'iga o'zi jamiyatimiz o'zida ham O'zbekistonda startapni поддержка qiladigan juda kuchli ekosistema yaratilyapti oxirgi 2 yilda. Uni shu jamiyatimiz o'zi u yog'ini tortib ketadi. Siz asosiysi boshlang. Rahmat fikrlaringiz uchun, Maftuna, Aziza, kelganinglar uchun rahmat. Unicorn Tech kanaliga a'zo bo'lib qo'yinglar. Bunaqa yaxshi podkastlarni kuzatib borasizlar, inshaalloh. Rahmat, sog' bo'linglar.